Manchester City rekord darajadagi transferga yaqinlashmoqda. Germaniya Bundesligasida o'ziga xos o'yin uslubi bilan ajralib turgan Leipzig futbolchisi Yan Diamendo Yevropa grandlarining diqqat markazida turibdi. Endigina 19 yoshga kirgan qanot hujumchisi faoliyatini Angliya Premyer Ligasida davom ettirish imkoniyatiga juda yaqin turibdi. Gap shunchaki qiziqish emas, katta loyiha va katta mablag' muhokama qilinmoqda. Angliya ommaviy axborot vositalari xabariga ko'ra, Manchester City Diamendoni o'z safiga qo'shib olish uchun jiddiy moliyaviy tayyorgarlik ko'rmoqda. Bu haqda mashhur jurnalistlardan biri ma'lum qildi. Odatda transfer masalasida ehtiyot bo'ladigan Manchester City bu safar ham kelajak yulduzini ertaroq qo'lga kiritish rejasini ishga tushirgan ko'rinadi. Manbalarga qaraganda, Leipzig futbolchisi uchun 100 million yevro talab qilmoqda. Klubning asosiy maqsadi o'z tarixidagi eng qimmat transferni amalga oshirish. Bu bitim orqali Leipzig nafaqat futbolchini, balki o'z brendini ham yuqori darajaga olib chiqishni ko'zlamoqda. Eslatib o'tamiz, hozircha Leipzig tarixidagi eng qimmat sotuv xorvatiyalik himoyachi Yoshko Gvardiol bo'lib, u 88 million yevroga aynan Manchester Cityga transfer qilingan edi. Endi esa nemis klubi bu rekordni Diamendo orqali yangilashni niyat qilgan. Yan Diamendo joriy mavsumda barcha musobaqalarda 19 ta uchrashuvda maydonga tushib, 7 ta gol urdi va 6 ta golli uzatmani amalga oshirdi. U nafaqat tezkor va texnik futbolchi, balki natija keltira oladigan hujumchi sifatida ham o'zini ko'rsatmoqda. Transfermarkt portali futbolchini bozor qiymatini qariyb 45 million yevroga baholamoqda. Endi asosiy savol bitta: Manchester City 100 million yevrolik talabni qanday shaklda kelishib oladi? Endi asosiy savol bitta: Manchester City 100 million yevrolik talabni qanday shaklda kelishib oladi? Bonuslar, qo'shimcha shartlar yoki bosqichma-bosqich to'lovlar barchasi ehtimoldan xoli emas. Aniq bo'lgan jihat shuki, Diamendo atrofidagi transfer jarayoni yaqin oylarda eng muhokamali mavzulardan biriga aylanadi.